Qizlar o'tirib oldim, joylashib, endi sizlarga bitta gap aytmoqchiman. Mana bu kiyib chiqayotgan sportivkam bor, qaranglar, Larapian ham o'sha emblemasi bitta-da. Buni rozovisidan ham bor, qizilidan ham bor, qorasidan ham bor. Uchta anuni bir xil, nima deydi, uchta o'zimga yoqqan fasonda, uchalasini ham bir xil rangida bitta fasondan o'zim Xitoydan zakaz qilganman qizlar. Shu yerda, bu yerda 450 ming so'mdan sotilayotgan ekan. 450 ming, 500 ming, hattodir 600 mingdan sotilayotgan ekan. Menga 125 mingdan kelgan qizlar. Mana qanaqa qilib odam boy bo'lsa bo'ladi. Masalan, hozir aytasizlar, masalan, pulim yetmayapti, kambag'alroqman yoki-da xohlagan narsam kiy olmayapman deysizlar. Nima uchun? Chunki bizning bozorlarda Xitoydan kelgandan keyin bu narsalar Turkiyadan kelgandan keyin 2-3 barobar qo'yiladi. Ularning ham haqqi, lekin yo'l kirasi bor, kargosi bor, boradigan mehnati bor. Lekin o'zingizlar zakaz qilishni o'rganadigan bo'lsanglar, sizlarga bu, mana qaranglar, 3 barobar, 4 barobarga arzonga kelyapti. 3tasi pashti 100 ming so'mdan tushgan. 100 qancha mingdan? 100 ming so'mdan mana shunaqa chotki sportivka olganman. Yuvib kiysanglar bo'ladi qizlar. Bemalol itolayman buni. Keyingi istoriya ham muhim, eshitinglar.